Va nihoyat Beruniga qaytdik. Bugun 19-may va 19-may holatına ko'ra videoga hozirligimizda bir like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nerga borgan taqdirda baribir yechib, tug'ilib o'sgan yerga o'zimizning Beruniga yetmaydi. 19-may holatına ko'ra dollar kursi 1.195.000 so'm va rubl kursi edavr ko'tarilgan bemalol xursand bo'lsangiz bo'ladi. Agar Rossiyadan ko'rib turgan bo'lsangiz 160.000 so'm. Tanga kursi 25.000 so'mga tushgan va yevro kursi 1.355.000 so'mni tashkil etadi. Agar siz bozordan turib og'arliq qayabram og'arliqdan uyga qaytajak bo'lsangiz, ziyofatni uyga qaytajaksizmi? Beruniyning ichida xohlagan joyingizga borajak bo'lsangiz, bemalol yangidek 14 yillik taksisidan murojaat etishingiz mumkin. Xalasangiz 14 yillik qisqa raqam bilan terasiz, xohlasangiz yangidek ilovasini o'rnating. Ilovani o'rnatganingizda 10.000 so'm bonus beriladi. 10.000 so'mda orqani ishlataverasiz. 14 yillik qisqa raqamini terib, xohlagan vaqtingiz taksi chaqirishingiz mumkin. Undan tashqari sizga poyezd aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning Qizil maydonning to'g'risidagi ko'cha, ya'ni Faragon ko'chasida joylashgan Omad Tur Groupning aviakassasina bemalol murojaat etsangiz bo'ladi. Poyezd bilet aviabiletlarni hech qanday uchurtsiz, hech kimni kutmay, nerushda etmay, bir joyning o'zidan hamyonbop narxlarda hal etsangiz bo'ladi. Undan tashqari, xuddi bizga o'xshab chet el safarlarini Omad Tur Group bilan birgalikda ham chiqishingiz mumkin. Ya'ni tur paket xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Qisqasi, Toshkent, Samarqand xohlagan joyingizga poyezdda, samolyotda ketajak bo'lsangiz, biletlarni hal etsangiz bo'ladi. Undan tashqari, Rossiyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga nerga uchajak bo'lsangiz ham, bunga biletlarni olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, dam oluvga boraman desangiz, 7 kun, 15 kun, 20 kun bemalol dam oluvga borib qaytsangiz ham bo'ladi xohlagan joyingizga. Endilikda aviabiletlarni va poyezd biletlarni nerdan olishni bilasiz menimcha. Va podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin, agar pastda hali podpisatsiya kirim chiqib turgan bo'lsa, shundan bosib yo'qotib qo'ying. Shunda Beruniyning ichida nega siz o'tirganini hamma birinchi bilib borasiz. Kelasi sala bozorga kelib sho'rdan videoni boshlaymiz. Nasib bo'lsa.